Xirmonga baraka, nima bilan mashg'ulsiz? Atigi mumkin. Qo'yagida endi Ha, tomoni sog' bo'lsa. Ish jarayonida bor ekansiz. bo'linglar. Hozir mana shu yurong'iga ozgina tuproq tortyapman. Buni sug'aramiz. Bu ko'karib, yana rivojlana boshlaydi-da. Bu yurong'i yerga qarab hosil beradi. Kovlavrasi shunday shildirab soladi. Biz umuman mana shu bozorlardan mahsulot olib kelmaymiz. O'zimizdan chiqadi-da. Orzugul opa, endi masalan mayda ishga o'xshab ko'rinadi, lekin qarayapman bir 8 qator, 10 qator yeryong'oq ekilgan. Shu yeryong'oqdan qancha daromad olasiz? Nasib etsa mana bultur bir xalta oldik. Bu yilgi yana daromadim undan ham ziyod bo'lishi mumkin. Bu lof emas, chunki bu oz ko'rinishi mumkin mana shu turishida, lekin bu aytganimda yerga qarab solgandan keyin juda mahsulot ko'p bo'ladi. Mana kartoshkadan ham qanday bo'ladi mana taklarda? Mana shu bu ham xuddi shundan ko'proqda. Ham xohlagan payti nabiylarga, demak, iste'molga qarab shunday. bozorga chiqqan bor, chiqmagan bor, o'zingizdan. Demak, bozordan borib xarid qilmaysiz. Yo'q, mana kartoshkalar ko'rib turibsiz, o'zimiz maniki ekamiz. Thank you.